Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin va sizlarga bizlarga Alloh taolodan rahmat bo'lsin. Mana inshaalloh biz birodarlarimiz, aka-ukalar bilan inshaalloh 30 ga yaqin muhtoj ota-onasidan ajrab qolgan bolalarga Ramazonlikka deb turib, shu mayda-chuda oziq-ovqatlarni olib keldi. Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Inshaalloh mashina tarqatishlikka shay turibmiz birodarlar bilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taolo maqtolar bo'lsin. Hurmatli jamoat, bugun 28 fevral 2025-yil Qirg'iziston Qasiyat o'zining shahrida turamiz. Qanchalagan bir tug'anlarimiz o'zining yo'lida o'sha ulug' Ramazon oyida muhtojlarga, mumkinchiligi cheklangan bir tug'anlarga qo'ldan kelishincha harakat qilib, bugungi kunda o'sha günümlük produktlar, bunun içinde o'sha moy, qog'oz, tuxum, yumurta, guruch, makaron, shay, yogurtgacha har narsani olib, Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun ehson qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyat mazmunida yaxshilik bir qadar yaxshilik bilan qaytariladi degan va'dasi bor. Bugun qanchalagan muhtojlarga, mumkinchiligi cheklanganlarga o'rozada sağırlık qilgan tamog'i yo'q, o'za shara tamog'i yo'q bir tuğanlarga qanchalagan ehson qilayotgan bo'lsa, bu bir tuğanlarimiz ertaga so'zsiz bu orqali yaxshilik qiladi. Kelinizdan oldindan davom 30 kun o'roza o'tirib, harakat qilib, birlikda o'sha ko'ptagan muhtojlarga yordam berishga harakat qiladi. Bugungi kunda bu o'zgan sentral bir mesjidda hozir qanchalagan jamoat hozir tarqatishlarga 10 bir tuğan uylarga berib keldi. Azdan 20 chaqir uylarga beriladi inshaalloh. Ushul roliklar ostidan telefon nomerini qo'yamiz. Bundan qanday qayrımdılık bo'la turgan bo'lsa, o'sha nomerlar bilan bog'lanishsangizlar bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo qilgan insonlarga qabul qilsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. 28 fevral Qurshab 14 bolali bir tug'animizga o'sha kishini omonat ehson borlar. O'sha jumurtqa, o'sha yigirma o'tgan. Bir paket içinde tuz, makaron, çay, zıbışalı malko, 10 kilolik bir çift un. Maydman tane saldık ha? Buna 5 litrelik may. Tukumla amanat produktlar verildi. Kuda kalasa, yaxşılık gün geçti etsin. Bir dua alıp koysanız. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ol jürüyorsun. Amin. Kolu dert görüyorsun, bala çakalarla beni tüc bolsun, asmandan yerim bolun apatan barakatı. Amin. Sallallahu ya Resul, sallallahu ya Resul. Allah Teala yaxşılığı beni. Amin. Allah. Allah. 28 fevral bugün hazır işten geç kaldık. Geç kalsak dağı koldan gelişince produktlar taratıp otağız. Allah Teala mümkün bergen produktlarını ardından qarmap durgun da. Hazır mısın? Gelin onu alayım. Qarmap durgun. Buna un bir yapalım lan. Altı yüzleşip veriyor. Bob tura o'sha ehson qilganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin har doim. Yaxshilikda ishlatingizlar, Alloh akbar. Geç qolib ketdik, ham geç bo'lsa dağı. O'sha eshitayni qo'yib qo'yaver, ichkariq, ha. Hurmatli jamoat, qo'ldan kelishincha elimizga, yurtimizga shunday bir xizmat qilishga harakat qilaylik bir tuğanlar. O'roza oyi kelib o'tadi. Hurmatli jamoat, assalomu alaykum rahmatulloh. Hozir mana qarab turingizlar. 5 litr may qarab turamiz. Mana o'shal. Bir tuğanlar o'sha omonat. Deb kishni oz bo'lsa dağı. Deb turingizlar ha. Rozi bo'lingizlar ha. Bir dua alıp koyalım. Bir dua alıp koyingizlar. Bunu alıp bergenler rozi olsun degan bir maqsat bilan
Amin. Allah Taala kılan insanların kabul olsun ha. Sizler dağı Orubay, Sırkabay, Oroz ayını жақсы болып қалыңыздар. Құдай қаласа мүмкін болса анадан алып келеміз бұйырса. İnşallah. Sizler de tutan rozanızlar. Mağ. Rahmat.